Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Mani kartangizga 80 millioncha pul tushdi. Menimcha Xudo xolisa qizingiz operatsiyasiga pul yetib qolsa kerak. Obunachilarimiz qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Rahmat aka, kattakon, Alloh rozi bo'lsin sizlardan hammanglardan. Opa, siqilmang, bu yog'iga hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Allo. Alo, assalomu alaykum. Sizni bankdan bezovta qilyaptik. Kartangiz omadli kartalar raqamiga qo'shilgani bilan sizga 10 million so'm pul ajratildi. Yo'q-e? Karta raqamingizni aytib olsangiz, sizga jo'natib yuborardik. Hozir 1 minut. Aha, 8600. Aval qilish muddatini ham aytib yuboring. 0530. Qarang, hozir telefoningizga kod boradi. O'sha kodni aytib yuborsangiz bo'ldi. Ha, keldi. 428 567. Rahmat. Sog' bo'ling, hurmatli mijoz. Aha, xo'p, rahmat. Nima? 80 million yechib olindi? Qancha ichdi endi? 80 million. O, jek bo'pti-yu. Odamlar soddada. Opa, shunaqa bo'lib qoldi, aldanib qoldim. Shuning uchun mahallaga yordam so'rab kelgandim. Bo'ldi, men sizni tushundim. Nomeringizni qoldiring, siz masalangizni hal qilishga harakat qilamiz. Ukam shunaqa bo'lib qoldi, aldanib qoldim. Agar qo'lingdan kelsa, ozgina yordam qilib tur. Yo'q, opa, o'zi yaqinda mashinamni alishtirdim. Bo'lmasa jonim bilan sharoitim yo'q ozgina. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Chiqitga ketgim kelmayapti. Meni asrab qoling. Chiqitga ketmaysan, xavotir olma, men yoningdaman, bolam. Hali seni zo'r parklarga olib boraman. Rostdanmi? Qizim, qizim nima bo'ldi? Meni qo'rqitma, qizim.